ichak polipoz kasalligida yo'g'on ichakning ichki shilliq qavatida yaxshi sifatli o'smasimon hosillar paydo bo'ladi. Bu turli xil kattalikda bo'lishi mumkin. Yarim santimetr, 1 santimetr, 5-6 santimetrlargacha. Bu hech qanaqa klinik belgi bermaydi. Bemorlarda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Asosan profilaktik ko'riklar paytida kolonoskopiya tekshiruv orqali bu aniqlanib qolinadi. Lekin qachonki bezovta qilinishida bemorlarda axlat orqali axlat bilan aralashib qon kelishi mumkin. Ichaklarda juda katta bo'lib ketgan poliplar yo'lni to'sib qo'yishi natijasida ichakda axlat luqmasi yurishining to'xtalib qolishi kuzatilishi mumkin. Qorindan bo'lishlar yuzaga kelishi mumkin bemorlarda va tekshiruvlar orqali aniqlanishi mumkin. Polipoz kasalligini endi biz turli xil variantlarini ko'rishimiz mumkin. Yo'g'on ichakni to'liq barcha qismini egallagan polipoz, diffuz polipoz kasalligi bo'lishi mumkin. Yoki aynan ma'lum bir qismida tushuvchi chambar ichakda, tepa qismida yoki ko'pincha to'g'richak va anus sohasidagi yagona polip holatlarini kuzatishimiz ham mumkin. Davolashga keladigan bo'lsak, polipoz kasalligida diffuz polipoz bo'lsa, yo'g'on ichak bu yaroqsiz deb topiladi. Bemorlarda ko'plab qon ketishlari, ich kelishida muammolar, qorindan bo'lishlari, ya'ni yo'g'on ichak faoliyatining buzilishlari kuzatiladi va yo'g'on ichak to'liq olib tashaladi va murakkab operativ amaliyot bilan yo'g'on ichak o'rniga ingichka ichakdan yo'g'on ichak qismini yasab, biza to'g'richakka ulab murakkab operatsiyalar o'tkaziladi. Endi yengilroq varianti mana 0,5-1 santimetrlik kichkina poliplar bo'ladigan bo'lsa, bular kolonoskopiya yo'li bilan bir vaqtning o'zida kichkina kuydirib olib tashlanishi mumkin. Yoki mana anus sohasida bo'ladigan yagona poliplarda bizda turli xil ligashur garmonik apparatlari yordamida o'sha polipni asosidan kuydirib yoki bitta ikkita choy qo'yib olib tashlashimiz, yengil operatsiyalar o'tkazib bundan qutulishimiz mumkin bo'ladi. Bemorlarda endi asosiy bo'lishi mumkin bo'lgan muammo polip kasalligi to'g'ridan-to'g'ri bu olishga ko'rsatma hisoblanadi. Sababi 3-5% holatgacha literatura ko'rsatkichlari ko'rsatadiki, metastaz, ya'ni bu o'sma holatlari kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli operatsiya qilib olinadi.